Uy sharoitida uslari qarsilldo, ichidan shunaqa sirlari cho'zilib chiqadigan sochni yemagan tovuqdan ajoyib yegulik tayyorlab ko'ramiz. 600 gram tovuq filesidan tayyorlangan qiymaga 1 dona piyozni qirg'ichdan chiqarib, 100 gram suxarikka maydalab, tuz, paprika, quritilgan chesnokni qo'shib farsh tayyorlab olamiz. Farshimizni ichiga motsarella sirlaridan foydalandik. Farshimizni ustiga klyar tayyorlab olamiz. Klyarga un, tuxum hamda shunaqa gazli suvdan foydalanamiz. Farshimizni tagiga birinchi paket solib, farshimizni solib, to'rtburchak shaklga keltirib, ichiga to'g'rab olgan motsarellalarimizni solib, keyin videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Bir xil shaklga keltirib olganimizdan keyin morozilikka qo'yib qotirib olib, keyin birinchi klyarga solib, keyin panirovочный suxariga shunaqa belab olamiz. Qizib turgan tavamizda 4 tilla tomonini qizartirib olamiz. Tovuqlarni tayyor panirovkaga botirgandan keyin qovurmasdan turib xolodilnikka solib qo'ysaylik, kerak paytda olib qovurib protsessni davom ettirsaylik bo'ladi. Barchasini tilla rang qilib qovurib olganimizdan keyin duxovkaga 180 gradusga 10-12 minutga qo'yib olamiz. Tayyor bo'lgandagi holatini ko'rishingiz mumkin. Sizlar ham albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ishlatilgan barcha mahsulotlar video ostida xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.